Alex Pereira Magomed Ankalayevni yo'q qilish, vazn toifasida chempionlik kamarini qaytarib olish va zamonaviy aralash yakka kurashlarining yetakchi super yulduziga aylanish uchun 1 daqiqa 20 soniya vaqt sarfladi. Las Vegasdagi asosiy jangning dastlabki soniyalarinoq braziliyalik oldinga otilib, rossiyalikka bosim o'tkaza boshladi va ko'p o'tmay uni o'ng qo'li bilan muvozanatdan chiqardi. Chempionning kurashda najot topish urinishi Pereiraning tepada ustun mavqeini egallashga va uni tirsaklar bilan yakunlashga olib keldi va hakam Hordinni jangni to'xtatishga majbur qildi. Jangdan keyingi intervyusida Alex Pereira g'alaba nutqini tayyorlaganini, lekin uni o'tgan juma kuni 39 yoshida vafot etgan Jon Jonsning marhum akasi Artur Jons xotirasiga 1 daqiqalik sukut bilan almashishga qaror qilganini aytdi. Birgalikda o'tkazilgan bahsda yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni Merab Dvalishvili 5 raund davomida amerikalik Corey Sandhagenni bir ovozdan 2 marta mag'lub etib, kamarini ishonchli 3-marta himoya qildi. Jangdan keyingi intervyusida Merab Pyotr Yanga qarshi chempionlik kamarini yana himoya qilishga tayyorligini aytdi. Dana White esa ushbu jangga ruxsat berish haqidagi iltimosni jiddiy qabul qilganini aytdi. Dananing gaplari: "U dekabrda jang qilmoqchi. Bu esa seshanba kuni biz muhokama qiladigan yana bir masala. Menga yigitlar doim jang qilishni xohlashlari yoqadi. Ayniqsa ular jahon chempioni bo'lganida. Ha, bu menga yoqadi", deya tushuntirdi Dana White. Jerry Prohaska Halil Rountree g'alabasi bilan chempionlik uchun peshqadamlardan biri ekanligini tasdiqladi. Ikki nisbatan tinch o'tgan raunddan so'ng, so'nggi 5 daqiqada chexiyalik o'ziga xos uslubida oldinga o'tib, charchay boshlagan amerikalik bilan haqiqiy jangga kirishdi. Bunda u raqibini chetlab o'tishni boshladi va 4-daqiqaning boshida uni chap qo'li bilan nokautga uchratdi. Endi Prohaska ketma-ket ikkinchi g'alabasini qo'lga kiritdi va yarim og'ir vazn toifasidagi ikkinchi o'rnini saqlab qoldi. Ushbu videoning asosiy mavzusi Hamzat Chimayev Ankalayev uchun qasos olish maqsadida chempionga murojaat qildi. Hamzatning gaplari: "Tabriklaymiz Alex. Endi biz faqat tugallanmagan ishimizni yakunlashimiz kerak", deb yozdi Bors UFC 320 musobaqasidan keyin ijtimoiy tarmoqda. Alex Pereira o'ziga raqiblik qilgan Hamzat Chimayev bilan jangga qiziqmayapti. Braziliyalik bunga javoban hozircha uni faqat og'ir vazn toifasidagi super jang qiziqtirayotganini aytib o'tdi. Pereiraning gaplari: "Tabriklar uchun rahmat, lekin menga og'ir vaznda super jang kerak. Unga shuni aytishim kerak, rahmat", dedi Alex Pereira Hamzatning chaqirig'iga javoban. Ammo bu so'zlar shunchaki javob emas edi. Bu Pereiraning o'ziga xos ogohlantirishi edi. U o'zining og'ir vazndagi hukmronligini eslatib qo'ydi. Go'yo shunday demoqchi bo'ldi: "Men endi faqat eng yirik, eng xavfli raqiblar bilan jang qilaman. Agar Hamzat men bilan jang qilishni istasa, demak u o'sha bosimni, o'sha og'ir zarbalarni ko'tarishga tayyor bo'lish kerak", dedi Alex Pereira. Shu bilan birga Hamzat Chimayev esa bu so'zlarni eshitgach, shubhasiz yanada motivatsiya oldi. Chunki Hamzat uchun bu shunchaki jang emas, bu o'zini isbotlash imkoniyati. U mag'lubiyatsiz rekordini saqlab qolmoqchi va o'z kuchini og'ir vaznda ham ko'rsatmoqchi. Demak, agar bu jang rostdan ham bo'lib o'tsa, bu bir tomondan kurash bosimining shafqatsiz kuchi, ikkinchi tomondan esa zarba va sovuqqonligining ustunligi. Ammo endi muxlislar orasida asosiy savol: agar bu jang rostdan ham tashkil etilsa, kim g'olib chiqqan bo'lardi? Hamzatmi yoki Pereira? Ushbu jangda Hamzat Chimayev kurashda qanchalik zo'r bo'lmasin, Pereiraga bardosh berish oson bo'lmaydi. Alex bu oddiy zarbador emas. U og'ir vaznda har bir zarbasi bilan jangni yakunlash qobiliyatiga ega jangchi. Uning zarbalari o'ta aniq, kuchli va eng muhimi sovuqqon. Bitta xato, bitta noto'g'ri harakat va jang tugashi mumkin. Lekin agar jang past tempda emas, yuqori bosim ostida o'tsa, Hamzat uni yerda to'liq nazorat qilib, ustunlikka erishishi ham mumkin. Ya'ni qisqacha aytganda, Pereira birinchi raundlarda nokaut izlaydi. Hamzat esa uni yerga olib, bosim bilan yengishga harakat qiladi. Shaxsan menimcha uzoq davom etgan jangda Hamzat Chimayev g'olib chiqadi. Ya'ni qisqacha aytganda, Hamzat juda kuchli, lekin Pereira uchun bu oddiy jang emas. Bu haqiqiy titanlar to'qnashuvi. Sizningcha ushbu jangda kim g'alaba qozonishi mumkin? Hamzat Chimayev yoki Pereira? Fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib keting. Barchasini o'qiymiz va birgalikda muhokama qilamiz. Sizlar bilan doimgidek Tahlil MMA kanalida ertangi yangiliklarimizni ko'rishguncha barchangizga xayr.